O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi islohotlarni chuqurlashtirishga qaratilgan yo'l xaritasi loyihasi taqdim etildi. Unda xalqaro ekspertlarning tavsiyalari, o'zgarishlar va kutilayotgan natijalar muhokamalar markazida bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimizning hozirgi lavhasida tanishasiz. So'nggi yillarda O'zbekistonda bir qator muhim sohalarda korrupsiyaga qarshi huquqiy asoslar yaratildi. Misol uchun, davlat xizmatchilarining daromadlarini deklaratsiyalash tizimi, mansabdor shaxslarning manfaatlar to'qnashuvini oldini olish bo'yicha aniq mexanizmlar joriy qilindi va ularning mantiqiy davomi sifatida mazkur yo'l xaritasi loyihasi ishlab chiqildi. Bundan tashqari shu yilning o'zida prezidentimiz tomonidan Senat rahbarligida ikkita guruh tuzilib, respublikamizning barcha viloyatlarida mana shu korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risida korrupsiyaga qarshi kurash agentligi bilan hamkorlikda ishlar batafsil o'rganildi. Bularni yo'l xaritalari qaytadan ko'rib chiqildi. Senatorlar tomonidan bularga kelajakda nima ishlar qilish kerakligi aniq keyingi kvartallarda, ya'ni chorak ish rejalariga kiritildi. Shuningdek, O'zbekistonning korrupsiyaga qarshi kurashish siyosati Markaziy Osiyo davlatlari ichida eng yuqori baholanib, Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti vakillari tomonidan mamlakatimizdagi so'nggi islohotlar ijobiy tendensiya sifatida e'tirof etildi. Muhokamalar davomida hisobot natijalari asosida korrupsiyaga qarshi kurashuvchi idoralarning mustaqilligi va samaradorligini oshirish, sudya va prokurorlarni tayinlashda shaffoflikni ta'minlash, korrupsiya haqida xabar beruvchilarni himoya qilish hamda davlat xaridlari va xususiy sektorlarda halollikni kuchaytirish lozimligi ta'kidlandi. Dilnura Mamasafoyeva, Davronbek Zufarov, Javohir Fayzullayev, Hudud informatsion dasturi uchun.